Assalomu alaykum. Bir kuni hayotda qarshimizga biz tanigan va biz bilgan odamlar mutlaqo boshqa bir ko'rinishda chiqishi mumkin. Men Abduqayimni bilaman bugun, ammo 10 yildan keyin Abduqayim meni qarshimga kelib o'tiradi. U Abduqayim bu Abduqayim emas. Nima bo'ldi u Abduqayimga? Bu beg'ubor Abduqayim nimaga unaqa o'zgarib ketdi degan mingta savol berishimiz mumkin. Yoki bu deylik bir qadar odobsiz Abduqayim nima bo'ldi-da 10 yildan keyin odob axloqda tengsiz biriga aylanib qoldi. Hayot insonni har tomonga o'zgartiradi. Boshqa bir shaharga bordim deydi bugungi hikoyani bizga aytib bergan odam. Va u yerdagi bir restoranda taomlanib turgan paytimda u yerdagi xizmatchilardan biri keldi va dediki, "Janob, falon stolda o'tirgan ayol siz bilan suhbat qilmoqchi" dedi. Men unga aytdim, "Sen aytgin unga, men unaqa boyagi ovga chiqqan odamlardan emasman. Men musofirman, taomlangani keldim." "Yo'q, u masala, men bular haqida aytdim. Sizni mehmonligingizni ham aytdim, boshqa tanimasligimizni. Ammo siz bilan gaplashish uchun isror qilib turib olyapti. Lutfan ruxsat bersangiz agar keladi." Qaradim, ayol normal bir ayoldek ko'rindi ko'zimga. Keling ishorasini qildim boshim bilan, tasdiqladim. U ham o'rnidan turib keldi, o'tirdi va dediki, "Meni tanimadingiz." Demak, ular tanish. Bu tanimayapti uni, demak nimadir o'zgargan. Dediki, "Siz meni tanimadingiz. Men Nigoraman." "Qaysi Nigorasiz?" "O'sha maktabdagi eng sho'x, shaddod qiz Nigoraman." Deyishi bilan meni ko'z oldimda, ko'z o'ngimda uni yoshligi gavdalandi. Men falon bir joyda, falon bir maktabda o'qituvchi edim. Bu Nigora meni o'quvchilarimdan biri edi. O qadar zukko, o qadar g'ayratli, bilimli bir qiz edi. Ammo bugungi ahvoli hech havas qiladigan bir holatda emas edi. Men buni deylik, Nigorani ko'zlarida ko'zoynak bilan katta yog'och taxtalar oldida, boyagi doska yonida yuzlab talabalar o'tirgan auditoriyada dars berayotgan holatda tasavvur qilishni istardim. Ammo men bugun uni mutlaqo boshqa bir holatda, tunda bir restoranda, bilmadim, notanish birini qarshisida unchalik yoqimli bo'lmagan bir holatda topdim. Dedimki, tanidim. Ammo aytdiki, ammosiga hojat yo'q. Nimaga bu ammoni qo'yganingizni bilaman. Meni bu holatda ko'rishni istamasdingiz siz. Chunki eng ko'p umidni menga bog'lagandingiz bir ustoz o'laroq. Ammo hayot, turmushga chiqdim va kunlardan bir kuni Nigora hikoyasini aytishni boshladi. Istirohat bog'ida sinfdoshlarimdan birini ko'rdim va buning uchun xiyonatda ayblandim. Turmush o'rtog'im tomonidan uydan qochib ketishga majbur bo'ldim va mutlaqo boshqa bir shaharda yashashni boshladim. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin boyagi sinfdoshim bu voqeliklardan xabar topgandan keyin meni kelib topdi va dediki, "Sen meni deb bu ahvolga tushding. Meni bo'ynimdagi qarz seni hayotingni tuzatish" dedi va menga uylanishni va'da qildi. Meni boshqa bir shaharga ko'chirib oldi. Ota-onamni roziligini kutyapman. Rozilik bildirishlari bilan senga uylanaman, to'y qilaman bahonasi bilan bir qancha vaqt o'tdi. Bu orada u qiz Nigora homilador. Erkaklar biroz nomard bo'lishadi. Men bu yerda Nigorani oqlash uchun aytmayapman. Bu hikoyani qanday eshitgan bo'lsam shunday aytyapman. Bo'lgan voqeani. Siz menga aytishingiz mumkin, "Nega buncha hikoya turganda buni aytyapsan?" desangiz, uni oxirida aytaman nega buni aytayotgan. Xullas kalom, homilador bo'lgandan keyin u bolani oldirishni talab qilishni boshladi. Dunyoga keltirishimni istamadi. Men aytdimki, "Men o'sha meni olib kelgan shahring bor-ku, o'sha yerda meni tanish shifokorlar bor. Ularga aytaman, bu ishni ular arzonroqqa amalga oshirishadi" dedim va uni rozi qildim va ketdim.
mutlaqo boshqa shaharga, hech qachon uni qaytib ko'rmaslik uchun, farzandni dunyoga keltirish uchun. Va u ustozini qarshisiga kelib o'tirib dediki, men bugun to'g'ri siz havas qiladigan bir odam bo'lmagandurman. Siz aytgandek o'sha auditoriyalarda dars berayotgan yo bir ilmiy izlanish qilayotgan, laboratoriyalarda formulalar ustida ishlayotgan biri emasdirman. Ammo men u farzandni dunyoga keltirdim va men butun dardim bilan unga ta'lim bermoqchiman. Sizni ham qarshingizga kelib o'tirishim dardi hol qilishmas. Siz katta bir odamsiz. Mumkin bo'lsa, shunday farzandlarga yaxshi tarbiya beradigan birorta yotib o'qiydigan bir litsey, gimnaziya taklif qilsangiz-da, men pulini to'lab u yerda farzandimni o'qitsam va bir kuni meni o'g'lim siz menda ko'rishni istaganingiz bir odam bo'lsa, bir olim, o'qimishli, bir akademik, fan doktori, professor bo'lsa va men uni pinjiga kirib qo'lidan yomg'ir yog'ayotgan bir kunda soyabon ostida ikkalamiz ketayotganimizda qarshimizdan uni nomard otasi chiqqanda o'g'limizni kuzatib qo'yib yoniga kelib aytardim, mana bu viqorli, mana bu kelishgan, mana bu o'qimishli yigit seni o'g'ling bo'ladi. Men uni dunyoga keltirdim, ammo u seni tanimaydi, tanishni ham istamaydi, deyishni istayman. Shuning uchun ustoz deydi boyagi ayol, menga yordam bering-da, men farzandimni bir to'g'ri joyda ta'lim olish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilay. Kerak bo'lsa hayotimni ham qurbon qilishga tayyorman. Hikoya mana shu yerda tugaydi. Hikoyaning davomi yo'q. Ayol niyatiga yetar, yetmas, unisi boshqa bir masala. Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan boshqa bir masala bor. Bir jamiyatda biri juda qulay obro'sizlanishi mumkin bo'lsa, bu nima degani? Odamlar tiliga hokim emas degani. Bilsa, bilmasa gapiradi degani. Bir narsani gapirish uchun isbot talab qilinmaydi degani. Istagancha odamlarni yer bilan yakson qilish mumkin degani. Bir odamni qulay obro'sizlanishi mumkin bo'lgan bir jamiyatda ko'chada qoladiganlarni ham, kimsasiz qoladiganlarni ham, noto'g'ri yo'llarga ketadiganlarni ham, jinoyat qiladiganlarni ham, fahsh qiladiganlarni ham soni ortib boraveradi. Odamlar boshqalar haqida fikr bildirishga ehtiyot bo'lmas ekan, izzillab ko'chada qolib ketgan taqdirlar ko'paygandan ko'payaveradi. Nikohsiz tug'ilgan farzandlar ham ko'paygandan ko'payaveradi. Shuning uchun chegarasi axloq bo'lgan bir ekosistem bo'lish kerak. Hatto Abduqayyum aybdor bo'lganda ham men uni aybini o qadar bir axloq bilan aytamanki, Abduqayyum bundan ranjimaslik kerak. Balki kelib menga rahmat aytish kerak. Aka rahmat. Shuni tushunmadim, siz tushuntirdingiz deyish kerak. Sen kimsan? Qayerdan bunday odobsizlikni o'rganding? Sen o'zi deb ohang qayerda? Uka bu yoqqa keling. Men yoshligimda mana shunaqa bitta xato qilgan. Keyin uni jazosini men bu yilda ko'rdim. Men sizda yo'q bu narsa bilaman. Ammo yoshsiz, qoningiz qaynab turibdi. Bo'lishi mumkin, biriga bir narsa deb qo'yasiz, bir noto'g'ri qadam tashlab qo'yish. Shunday bo'lmang, men yaqin olganim uchun aytyapman desam, sizni bir naviy quchoqlasam, bir ukamdek boshqa va buni bir do'stdek. Siz zotan tushunasiz men nima haqida gapirayotganimni, yaxshiroq tushunasiz hatto. Chunki nega? Yopilmadingiz. Men agar sen deb boshlaganimda edi gapni, o'sha payt yopilgan bo'lardingiz va men hamma gapim sizni himoya devoringizga urilib qaytgan bo'lardi. Siz aksincha balki ko'proq qilardingiz u ishni. Xuddi u qahramonimizga o'xshab. Xato ustiga xato, xato ustiga xato. Nega? Chunki bitta tuhmat uni eng avval boshida o'sha istirohat bog'ida sinfdoshini ko'rib qolishi va u bilan gaplashishi, uni orqasidan xiyonatda ayblanishi oilaga go'yoki bu bir tuhmat butun hayotini vayron qilgandek. Nima bo'ldi o'zi deb hech kim so'ramaganda. Endi eng og'ir bitta nuqtasini aytaman. U ayol farzandini yaxshilik uchun yetishtirmayapti-da. Eng katta dardi
o'zini isbotlash, yomonligini, yomon emasligini, u xiyonatda ayblangan odam emasligini, unaqa darajadagi odam emasligini, normal bir ona bo'lishi mumkinligini, mana bo'la olganini, o'zi o'qimasa ham farzandini o'qita olganligini, xiyonatlarga, aldovlarga, yolg'onlarga, tuhmatlarga qaramasdan buni uddalay olishini isbotlash uchun bu harakatni qilyapti. Ya'ni uni harakatlantirayotgan omil negativ omil, badbin omil. Bir o'g'il otasiga bir narsani isbotlash uchun bir darajaga erishishi mumkin. Ammo o'sha darajaga erishgan kuni baxtli bo'ladimi degan masalada tortishuv bor, baxtli bo'la olmaydi. Chunki uni harakatlantiruvchi omil pozitiv emas, negativ. Natijaga erishgandan keyin bo'm-bo'sh bo'lib qoladi hayot. Hech narsa qolmaydi. Endi yana unga bir negativ kerak, uni harakatlantirish uchun. Agar bu normalarda odam yoki jamiyat yo oila harakat qilayotgan bo'lsa, yaxshilikka olib kelmaydi. Bizni dardimiz kimdandir o'zish, kimgadir nimadir isbotlash, nimanidir ko'rsatib qo'yish bo'lmasligi kerak. Bizni dardimiz hatto eng nimada, masalan, e'tiqodiy masalada, falon din vakillariga qaraganda biz, falon jamiyatlarga qaraganda biz, u qit'a vakillariga qaraganda bizni qit'a, u ranglilarga qaraganda bizni rang bo'lmasligi kerak. Biz Robbimiz bizga aytgan nuqtalarni eng mukammal, eng go'zal, eng sof, eng yarashadigan qilishim kerak. Shunda ehtiyotkorlik paydo bo'ladi. Ehtiyotkorlik nima degani? Men endi Abduqayim bilan gaplashar ekanman, o'zim ehtiyotkor bo'laman. Men bir g'isht quyar ekanman, menga yarashadigan qilib quyaman. Men bir uy qurar ekanman, u yerda yashaydigan odamlar rost ekaniga baxtli bo'lishi uchun quraman. Bir zilzila bo'lib qulab ketishini bilib turib bir uy qurmayman, unday qila olmayman. Sifat keladi. Insoniylikda, ishda, hayotda, so'zda, o'yda, har narsada sifat paydo bo'ladi. Bu sifat jamiyatni sifati. Endi hatto u Nigoraga o'xshab hayoti unday yo'llarga tushganini ham asrab, quchoqlab, saqlab qola oladigan sifat bu. Uni nafratlanib kimgadir nimadir isbotlash uchun farzandini tarbiyalashi va uni tarbiyalash uchun, uni o'qitish uchun o'zi ne kuylarga tushishi shart bo'lmaydi. Uni darhol quchoqlaydigan, himoya qiladigan, muammolarni yechadigan, suyanadigan bir jamiyati bo'ladi. Uni tuflab tashlagan jamiyat haqida gapirmayapman. Ko'kragidan itargan, tepkilab tashlagan, xo'rlab, xorlab tashlagan, buni ustiga g'iybat qiladigan, buni ustiga yo'q qilishga qaratilgan jamiyat haqida gapirmayman. Hatto unga tuflashga loyiq bo'lganini ham quchoqlab, asrab qoladigan jamiyat haqida gapiryapman. Lekin bilasizmi, bizda bo'lyapti deb o'ylayman bu. Bizning jamiyatimiz shunday bo'lyapti. Biz buni ko'rdik. Bitta ikkita nuqtalar bor edi, muammo, masalan, pandemiyada ko'rdik. Muammo bo'lganda qanday darhol jamlanib muammoni yechishga ozgina narsalar bor. Bitta ikkita tuzatilish kerak bo'lgan. Inshaalloh uni ham tuzatamiz. Bular bir eslatma, bu bir tanqid emas. Biz ko'kragidan itaryapmiz. Naqalar har doim bo'lgan. Ammo biz deyapmanki, uni yana tepkilamaylik. Yiqilishiga yordam bermaylik. Dardimiz uni qutqarish bo'lsin. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Yana aytaman, kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga yoqadi, yoqmaydi. Rangi, irqi, dini, jinsi, millatidan qat'iy nazar shu bizga yarashadi. Musulmonlarga shu yarashadi. Va musulmonlar buni qila oladi. Va musulmonlar bunga buyuriladi.